Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhi Sahih Bukhari namlı kitabıda bugün gusl taharet münasebetlik mezmunlar qatarda İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi cunabettin juyunğa vaqtida iki qo'llam surtib o'tish degan mezmun haqida to'xtalyapti. Endi bu yerda janobet degan kalima asli arabchada bunday yiroq turmoq, yiroqlashish degan mazmunda keladi. Yani insan, Müslüman insan junub bo'lib qolgan vaqtida masalan ibadetden, türlük namazlardan masalan bo'libmi namazdan yiroq turdi. Ta junmagan qadar bu yerdan yiroq turdi. Müşahideki yiroqlashish degan kalimaning o'zini bu yerda atalg'u jihatda qo'llanib janobet deb keltirilgan. Ya'ni yiroq turmoq degan bo'ladi. Bu keyin bir ism sifatida qo'llanilgan. Ondaqda biz hadisniki o'ziga ham kirib ketaylik. İmam Bukhari rahmetullahi alayhi dedi bizga Abdan hadis so'zlab bergan edi dedi. Abdan İmam Bukharining ustozlaridan boshda biz tarjima qilib o'tgan. Bu kishi dedi bizga Abu Hamza hadis so'zlab bergan edi dedi. Abu Hamza Muhammed ibn Maymun as-Sukkari nomi bilan o'zi Turkmanistondagi Marva shahridan. Bu odamni Sukkari deymiz. Shikar sotmaydi ekan, bu shikarchi degan bo'ladi. Lekin nayeti sözü şiirin, gepi nayet tatlıq adam boğaçqa aşta deb atalgan, deb qaralgan. Bu nayet dualar icabet deb ne çıqıttım dualar mesela icabetlik boğan bir tecrübelik, taqva büyük zatlarniki biremdi. Bu uluq zat deydi, men A'meş'ten anlagan edim deydi. Süleyman ibn Mihran degan muhaddis. Bu kişi Salim ibn Abi Ja'd'din, bu kişi Kureyb'din, bu kişi Abdullah ibn Abbas'din, bu kişi deydi hem de Meymune raziyallahu anha mundaq degan edi deb. Bu senet başta bir ötken bu senet hem de. Anımız deydi ki Peygamber aleyhissalatu vesselam'a taharet suyu koyup koygan edim deydi. Anda Resulullah'ını bir kiyim bilen dalda qilib yipip tutdum. Peygamberimiz iki kolu su koydu, iki kolunu yuvdu. Andın 10 qoludan sol qolu su qo'ydi oldida. Sol qo'lida o'zining jinsi a'zoyini yuvdi. 10 qo'lidan yaga tuproqqa urdi deydi. Qo'lni silab surkidi yaga. Andin yuvdi. Andin og'zini chaqidi, burnini chaqidi, o'zini va belikini yuvdi. Andin beshiga suv qo'yib, badallariga shu suvni butun yuritdi. Andin yunayotgan o'rindan boshqa joyga yiroqroq yo'tkilib ikki putini yuvdi dedi. Peygamber aleyhissalatu vesselam'a bir kiyimni bersem onu ammadi dedi. Yani löngidek narsa o. Resulullah shundoq minib yurib ketdi, ikki qo'lini surtgan holatda dedi. Demak, hamda bu hadisda shu bobdagi mazmun chiqdi-da Resulullah löngü ishlatmadi. Buning sababini ulamolar xilma-xil holatda tushundirgan. İbadetninki izi qapqasun deb Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şunu aştaq löngüde etmagan degüçilermi boğan. Lekin bunun da mesela nayet israfxo'r, nayet hashamatlik turmuş kechirdigan, nayet isilzadi yaşaydigan mesela dunyoviy bayashatga bak herisman adamlarning qiliqlari deb qaralib bu ishda. Şunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu yerda bir zoitlik yo'lini tanlagan degan qarashni güçlendirgen yaklığa ölümalar boğan. Belki bu qarash nayette hem inçke aytılgan qarashlar bo'lishi mumkin. Ondan başka bu hadis hem de neçi qıtdan başta bayan kılıngan. Bu mava adır 7. qıtdan bayan kılınışta ama hadisninki. Ama 7. qıtdan bayan kılıngan bilen ravi o'xshamaydi. Çünkü İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi bu hadisni şu 7 qıtdan adır rivayet kılınışta İmam Bukhari'ye so'zlab bergan ustoz 7 xil. Mesela ma bu hadisda Abdan degan ustozi so'zlab bergan bo'lsa, oldidagi hadisda Yusuf ibn İsa, uning oldida Musa ibn İsmail, uning oldida Humayni va kaza deganga o'xshash. Demak bu hadis takror kelgan bilan İmam Bukhari'ning ustozining olgan tarifi sanadi yana o'xshamaydi bu jihatda. Demak darsimiz bugun mushak bo'lg'ay. Sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.